qavmlarning halok bo'lishi. Afsuski, bu imtihon dunyosida insonlarning ko'pinchisi cho'nqur g'aflat uyqusida. Lekin bu jaholat va g'aflat uyqusi ularni ichinishlik oqibatga elib berib, dunyo ular uchun bir oldinish makoni bo'ladi. Ijobiy va salbiy mingilgan har yo'lning qabriga elib boradigan hal berilgan bu dunyoda imonsizlikning asosliq sabablari: o'ylanmaslik, johillik, g'ofillik, shahvatparastlik, dunyo manfaatlariga berilib ketish, g'ofillarni taqlid qilish, moddiychilik zihniyati, axloqsizlik va natijada qalbini nafsiga bido qilishdir. Insoniyat tarixiy iymon va axloq yo'lidan chiqib ketgan ozg'unlarning beshiga kelgan nurg'unlagan ilohiy azoblarga shohid bo'ldi. Nuh, Ad, Samud qavmlarining hakovir insonlari payg'ambarlarga qarshi kurash qilib, o'zining tangri ekanligini ilgari surdi. Natijada bir changal suvda halok bo'lgan Fir'avn, bir pashiga mag'lub bo'lgan Namrud, hayvondinmi pastkash holda yashagan axloqsiz Lut qavmi va boshqalar halok bo'lgan holda bu dunyodan ketdi. Alloh taolo mundaq deydi: ularga ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad va Samud qavmlarining, Ibrohim qavmining, Madiyat aholisining, ko'mtirib etilgan qishloqlarining, ya'ni Lut alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari keldimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizlar elib keldi. Bu mo'jizlarni ular inkor qildi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular kofir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Kufri, isyon, zulm, haqsizlik ilohiy intiqomning dahshatlik o'rnaklari bilan to'lib, Allohga va payg'ambarlarning ko'rsatgan yo'liga qarshi chiqqanlarning ilohiy qudratning ichinishlik azobiga qoldiganligi o'zgartilmas ilohiy qonundir. Alloh taolo payg'ambarlarni nafsoniy orzulari elib kelgan yaralarga shifo bo'lishi uchun insoniyatga hadiya qilib avatdi. Lekin insonlar dunyo ne'matlariga oldinib, payg'ambarlarning nurliq yo'lidan yiroqlashib, xonivayron bo'lgan holda abadiy badbaxtlikka uchrab halok bo'ldi. Bu haqda Qur'onda mundaq deydi: ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biror ahdini ko'ra olamsan yoki ulardan biror pas ovoz anglay olamsan? Ya'ni ular shundoq talto'kis halok qilindiki, ulardan ko'rgili va ovozni anglag'ili hech ahd qolmadi. Bu oyat insonlarni yer yuzini kezib, sayohat qilishga, bu orqali yer yuzida quduq qo'lab suv chiqargan, eriq o'stan chepib teriqchilik bilan shug'ullangan va egiz imoratlar barpo qilib shaharlar qurib chiqqan. Keyin ularga payg'ambar kelganda, ularning mo'jizalarini inkor qilganligi uchun Allohning azobiga duchor bo'lgan Ad, Samudga o'xshash qavmlardan ibrat elishga da'vat qiladi. Insonda ochliq tuyg'usining maydonga kelishi, badanga kerakli bo'lgan narsalarga ehtiyojining bo'lganligidir. Qiyinchilik vaqtida insonlarning Allohni izdishi bo'lsa, ruhning ehtiyoji uchundir. Namrudning Ibrohim alayhissalomni o'tqa otgan vaqtida o'tning uni kuydirmaganligini ko'rib, o'zimning tangri ekanligimdan voz kechmayman. Lekin sening tangringga 4000 kala suyib qurbonlik qilaman deganligi va Fir'avnning suvda halok bo'lganligini ko'rib, Bani Isroil ishongan Allohga menmi ishonaman deyishining hech bir qiymati yo'q. Qiyinchilikda qolgan g'ofillar o'zini o'limga olib boradigan intayin xatarlik paytlarida tasallisiz, himoyasiz qolgan vaqtlarda as-hushini tepib ichki dunyosiga qaytishi inson tabiatidagi diniy taqozodan iborat. Umrini kufr ichida o'tkazganlarning umrining oxirgi nafaslarida qolgan pushaymonliklari nima degan ichinishlik. O'lim farishtasының buningdan burun qayerda eding deyishi ichinishlik azobning boshlanish vaqtidir. O'lim dunyoga oid bo'lgan butun lazzatlarning yo'q bo'lishi, ayni vaqtda butun fani hayotning
oxirlashganligidan iboratdir. Bu sababdan solih va orif insonlar har nafsini umr bo'yi tasbih holiga keltirib haqiqatga yaqinlashadi. Badanini o'lim tarbiyasi bilan nurlantirib, panilikdan serilib chiqadi. Boshqalar har xil yerlarda, har xil uyquda ishgan, ular ayrim bir tajallida bo'ladi. Agar o'limdan qochish va qo'rqish kerak bo'lsa, kecha yaqinlashgan sari qo'rqqanligimizdan titirgan bo'lardik. Halbuki kechining sirlariga g'arq bo'lganimizda ishimizdan qo'rq kelmaydi. Chunki saharning kelishi bir yaratilish qoida nizomdir. U holda o'limning qo'ynidan bir haqiqat sahariga yetishimizmi tabiiy ko'rilish kerak. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey insonlar, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi mag'rur qilmasin. Shaytonning sizlarni Allohning aposining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Oxiratni tashlab bu dunyoning baxt saodatini qo'lga keltirish uchun dunyo zinnatlariga aldanib, bu fani lazzatlar ichida herib charchaganlarning ahvoli nima degan nechinishliq. Islomiyat bu dunyoga hikmat ko'zi bilan qarashga buyurib, to'g'ri bir hayot kechirishni buyuruydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonlarni yaratganimizdek hech qanday savobmi bermaydigan, jazomi bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podsho Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh ulug' arishning parvardigoridir. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilanla sinolmay tark etilimiz deb o'ylaydi. Bulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Alloh iymonda rostchilarni cho'qim biladi. Iymonda yolg'onchilarni mo cho'qim biladi. Yomon ish qilganlar bizdan, ya'ni azobimizni qechib qutula olamiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Islom insonning bo'shkidan qabrgichilik bo'lgan hayotini tartibga selib, uni oxirat olamining sirlariga va g'aybiy haqiqatlarga tayyorlaydi. Inson o'zining bo'shk bilan qabr orasidagi munosabatining tegi-taktiga yetolmay turib, koinotdagi o'rnini va vazifasini tayin qilmagan holda ketadigan mazar yo'lining hikmatini xiyoliga keltirib qo'ymay, g'oyasiz hayot kechirishi qattiq ozg'unlik emasmi? Bu ahvol kaynida ichinishli bir xotira yig'ib, o'zi o'limning girdovida yo'qolib ketishdan boshqa bir narsa emasdir. Payg'ambarlar insoniy kuch tugaganda ularga ilohiy nusrat yetishib, inkorchilarning ustiga Allohning qahri va intiqomi amalga oshdi. Nuh alayhisalomning 950 yillik sabrdan keyin toqati tugadi va oyati karima degandek, u Parvardigoriga haqiqatan men bo'zak qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Hayotda eng qo'rqinchli va ilohiy tahdid bo'lgan voqealar to'pon, bo'ron chopqin, yer tavarash, qurg'oqchilik, chaqmoq chiqish, guldirmomilik azob bulutlari, dushman ishg'oli va yuqumli kasallarga o'xshash ilohiy tajallilardir. Tabiat hodislari deb atalgan bu voqealarning maydonga kelishi yaxshi emas bo'lib, ko'pligan hikmat bilan munosabatlikdir. Buningga o'xshash ichinishli voqealar insonlarning isyon va gunohlari tufaylidan maydonga keladi. Alloh taolo zolim emasdir. Lekin bu ofatlar qullarning uningga loyiq bo'lishi bilan maydonga keldiganligi bir haqiqatdir. İlahi nizam va muqaddas asoslarga qarshi chiqqanlarning ilohiy intiqomga qoldiganligi ochiq haqiqatdir. Daraxtdan tushgan bir yo'pirmoqmi ilohiy taqdir bilan tushadiganligi Qur'onda bayon qilinadi. Aks taqdirda koinotda moddiy bir qalaymaqonchilik maydonga keladi. Butun moddiy hadislarning ichida minglagan maxfiy sirlar bor. Bu sirlar payg'ambarlar va qalb ahli insonlarga ayondir. Qur'on Karimda qavmlarning haloki,
Buningga o'xshash sabab hikmati bilan munosabatli ko'plagan oyatlar bor. Olamlarning Rabbi bo'lgan Alloh taolo zulm qilishdan munazzahdir va qullarga hech zulm qilmaydi. Zulm va haqsizlik insonga oid bir sifatdir. Qur'on mundaq deydi: Shubhisizki Alloh insonlarga qilchi zulm qilmaydi, lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. Cheksiz marhamat, halim va sabr egisi bo'lgan ulug' Rabbimiz insonlarning zulmi chekidan oshganida ularni qattiq tutib, xalq olamga ibrat qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir. Shundoq qattiq halok qiladi-ki, bu azobga duchor bo'lganlarning ikkinchi qitim isloh bo'lishi mumkin emasdir. Bu haqiqat Qur'onda mundaq bayon qilinadi: Biz halok qilgan shahar aholisining dunyoga qaytishi mumkin emas. Ular, ya'ni Makka aholisi, ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmaydi. Ular bularning yeniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytolmaydi. Qur'on Karim o'tmishdagi qavmlarning halok bo'lishini bayon qilib, buning ustida turish bilan birlikda keyin kelganlarni ogohlantiradi. Bu sabablarning beshida Allohning ne'matlariga qarata tuzkorlik qilish, shukr qilishning o'rniga haddidan eshish, zulm va haqsizlik qilishga o'xshash cho'ng gunohlar keladi. Tema bilan munosabatlik oyat mundaq deydi: Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayib sapoliq turmush kechiradi. Bu ularning turalg'u joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozg'ina vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ularning mol-mulki va yurtiga biz varislik qildik. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmaguncha shaharlarni halok qilg'uchimi bo'lmadik. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. İnsanlarning beshiga kelgan dunyo va oxiratdagi butun musibatlarning o'z qo'li bilan xatoligining natijasi ekanligini Alloh taolo munda xabar berdi. İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Oyatda deyilganidek tabiat hodislari yoki ijtimoiy sharoitlar ostida maydonga kelgan tartibsizlik, qalaymaqonchilik, parishonlik insonlarning o'z qo'lining mahsulidir. Bular sherik, axloqsizlik, haqsizlik va nafs orzulariga agashgan holda qilingan chekidan oshgan sabablardan bo'lgan. Alloh taolo tavba qilib sherikdan voz kechib, o'z tabiatiga mukammal va to'g'ri yo'lga qaytish uchun gunohlarning jazosining bir qismini bu dunyoda tetitdi. Agar tavba qilib to'g'ri yo'lga qaytmaydigan bo'lsa, jazolarining hammasini oxiratda tetitdi. Asli jazosini u yerda tetitdi. Boshqa bir oyatda Alloh mundaq deydi: Sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohlaringlar tufaylidan kelgan bo'ladi. Alloh nurg'un gunohlaringlarni afv qiladi. Afv qilmagan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulolmas edinglar. Agar Alloh insonlarni ularning zulmi tufaylidan chapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turgan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Gunoh qilingan vaqtning o'zida kelgan bir qism musibatlar balki insonlar isloh bo'lishi uchun ilohiy ogohlantirish mohiyatida Alloh taoloning xolis mu'minlar haqidagi qonuni bir oz farqlidir. Chunki mu'minlarga kelgan musibat, qiyinchiliklar ularning qulluqidagi nuqsonliq, gunoh va xatoliklarga kaforat bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Herib charchash, uzun surgan kasallik, g'am qayg'u, qiyinchilik va oyoqqa patgan tikanga qadar musulmonlarning beshiga kelgan har narsani Alloh uning xatoligini kechirishga vasila qiladi. Alloh rizosi uchun tirishib, herib charchagan kishilarning
Duch kelgan qiyinchiligi uning gunohlari uchun kafarat bo'lmasdan, balki uning bilan birga Allohning dargohidagi martabasi yuqori ko'tariladi. Alloh taolo halok bo'lgan qavmlarining qissasini, qiyomatgacha keladigan insonlarni ogohlantirish va ularga ibrat qilish uchun qayta bayon qilganligini mundaq bayon qiladi. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kuffardan yansun deb oyatlarni takror bayon qildik. Uni, ya'ni to'pon balosini ibrat qilib qoldirdik. Ibrat olg'uchi bormi? Biz ulardan, ya'ni Quraysh kuffarlaridan ilgari ular qaraganda kuchlik bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular, ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarda kezdi. Ularga o'limdan qochadigan joy topildimi? Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki vaz nasiyatga huzuriy qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz nasiyat bor. Ular ziminda sayr qildimi? Shuning bilan ular, ya'ni sayr qilib tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'ldimi? Haqiqatan ko'zlarla a'ma bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar a'ma bo'ladi. Ya'ni haqiqiy a'molik ko'zlarning a'moligi emas, dilning a'moligidir. Ammo odam ibrat ololmaydi va tushunmaydi. Qalb butun his tuyg'ular bilan birlikda zihn va axloqiy sifatlarning markazi bo'lib qabul qilganligi uchun oyatdagi ifoda o'zining johilligi va inkorda ching turganligi ularni haqiqatni anglash va aqlni ishlatib harakat qilishdan man'iy qilganligi bayon qilinadi. Rabbimiz Namrudning o'tini Hazrati Ibrohimning iymoni bilan bo'stonliqqa aylantirdi. Fir'avnning saltanatini Hazrati Musoning hassisi bilan vayron qildi. Baytullohni yiqitish uchun kelgan Abraha qo'shinini qushlarga chaynatib, Makka atrofini mozorliqqa aylantirib o'tdi. Buningga o'xshash boshqa ozg'un qavmlarni ostin-ustin qavatdi. Payg'ambar alayhisalomga farishta, shamol, qo'rquga o'xshash ko'rinmas askarlar bilan yordam qilib, uningga zafar ufuqlarini ochgan kuch-qudrat egasidir. Allohning qahriga uchirgan bu makonlarning ustidagi ilohiy ofatlarning izlari qiyomatgacha baqiy qiladi. Bu sababdan payg'ambar alayhisalom Vido hajjida Mina bilan Muzdalifa orasidagi Muhassir vodisidan o'tgan vaqtda tez suratda o'tdi. Sahobalar payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning elchisi, nima bo'ldi? Nima uchun tez yugurdingiz?" deb so'ragan vaqtda payg'ambar alayhisalom javoban mundoq dedi: "Bu yerda Alloh taolo Abraha qo'shinini qahr qildi. U qahri tajallidan bir narsa kelmasligi uchun tez yugurdim. Shunga hojilarmi bu makonda turmaydi." Tabuk safarida sahobilar Samud qavmining halok bo'lgan yeridan o'tganida payg'ambar alayhisalom mundoq dedi: "Bu toshdan uyulgan uylarga qayg'urgan holda kiringlar. Bu yerdan hech bir narsa olmanglar. Chunki bu yerda ozg'un bir qavmga ilohiy azob keldi." Sahobilar: "Ey Allohning elchisi, qoplarimizni suv bilan to'ldirdik. Hatto bu suv bilan xamir yug'urdik" deganida payg'ambar alayhisalom: "Suyunglarni va xamiringlarni to'kinglar" dedi. Ilohiy azob tajalli qilgan, isyon va gunoh bilan to'lgan makonlarda ma'naviy jihatdan davomlashib kelayotgan azobning ta'siriga uchirmaslik uchun u makonlarda turmaslik va u yerdan o'tishga majbur bo'lganida tez surat bilan o'tish kerak. Ka'ba, payg'ambar alayhisalom va boshqa payg'ambarlarning qabrlari, masjidlar, solih, siddiqlar yerlashgan o'rinlarmu ilohiy fayz bilan to'lib toshgan makonlar bo'lib, bu yerlarda ko'nglimizga rahmat yomg'irlari quyiladi. Odam alayhisalomdan boshlab payg'ambar alayhisalomgacha bo'lgan uzun tarix bo'yicha uzildirmasdan insonlarni iymonsizlik va axloqsizlikdan qutuldirish uchun payg'ambar va kitoblar nozil bo'ldi. Bu Rabbimizning qullariga bo'lgan lutfi karimidir. Natijada
insoniyatning abadiy rahbari bo'lgan eng oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam keldi. Islom insonlarni haqiqatga da'vat qilib, ma'lum bir vaqtdan keyin Allohning huzuriga chiqib, bu dunyoda yashagan umrning hisobini beradiganligini xotirlatadi. Bu sababdan mu'minlar keraksiz gap so'z, shon sharafini tushiradigan harakatlardan yiroq turish kerak. Johillardan yiroq turib, keraksiz jidal majaralardan peshidan qo'shmasligi, oyig'i chiqmaydigan botil falsafalardan yiroq turish kerak. Yoz bulutida kelib ketadigan dunyoviy hayotini oxirat andishisi bo'lmagan holda yashash, kechsiz kunduzning davomlashishini qabul qilganidek ahmoqlikdir. Hazrati Mavlana mundaq deydi: Badanni haddidan ortiq oziqlantirib, taraqqiy qildirishga ko'ndirma. Chunki u oxirida tuproqqa beradigan bir qurbonlikdir. Sen ko'nglingni fayz buloqlaridan to'ldirishga qarat. Yuqoriga yetkazadigan va sharaflantiradigan narsa buningdan iborat. Badaningga go'sht va yog'liq narsalarni oz ber. Chunki badanni g'izolantirgan nafsoniy orzularga tushib rasvo bo'ladi. Ruhingga ma'naviy oziq ber. Komil tushuncha, siliq muomala va ruhiy oziqlar oxirida ketadigan yerga kuch-qudrat bilan ketsin. Allah hammamizni g'am qayg'uliq oqibatga qilishdan saqlasin. Naim jannatiga kirishni nasib qilsin. Amin.